أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Əmdi hörmətli savaqdaşlar, biz aldığınqı dərslərimizdə kitabımızınki birinci qismi isimninki mü'rab türününki 3 asasi çoğun qismini o'qib tugatdik. Endi biz darsni boshlashdan ilgari, darsga kirishdan ilgari mush nahviga munosabatlik bir qism masalalarni so'zlab o'tgan. Masalan, nahvi degan nima? Nahvining ahamiyati nima? Nahvi munosabatlik temasi nima degandek. Biz nahvini ta'rifat qilgan vaqtimizda nahvining mazmuni mundaq ikki cho'ng temaga bog'landi. Nahvi deganimiz 3 xil so'z turkumining oxirining ahvollari tadqiq qilinadigan, shu orqali bilinadigan, ya'ni ism, fe'l, harf demakchimdi. Va shu ism, fe'l, harfninki jumladagi o'zaro birikish ahvoli. Birikish degandan keyin lam jumla degan bo'ladi. Ya'ni nahvi shu ta'rifat bo'yicha qilgan vaqtimizda nahvininki umumiy tadqiqot qiladigan obyekti cümle yani kalam ve söz yani kelime. Biz muşunu boylap durup avval kelimeden başlayılı dep kelime degan nima degan vaqtida yakka ma'noni ifodalaydigan yoki yakka ma'noni o'z ichiga oladigan bir so'zni kelime deymiz. Deb ta'rif qilib bo'lgandan keyin shu yakka ma'noni ifodalashda mustaqil ifodalagan ma'nosi bir zamonga oid bo'lib qolsa buni fe'l dedik, zamonga oid bo'lmay qolib qolsa ism dedik. Agar o'zi mustaqil o'zidagi ma'noni ifodalayolmasa, balki ifodalashda boshqalarga muhtoj bo'lib qolsa, buni harf deb cho'ng 3 turga bo'lgandir. Lekin jumla deganimiz shu ism va fe'ldan, mayli ikki ism bo'lsin bo'ladi, bir fe'l bir ism bo'lsin bo'ladi, bir ma'no ifodalaydigan shaklda ikkidan ortiq so'zdan birikkan jumlani biz jumla ya'ni kalam deb shu gapni to'xtatgan. Endi o'sha kelgan vaqtda bizning nahvidagi barliq o'rganadigan nuqtamiz, obyektimiz 3 narsaga markazlashdi. Ya'ni ism va fe'l, nima harf. Kitobmo shunga mos shaklda cho'ng 3 qismga bo'lingan. Birisi ism, ikkinchisi fe'l, uchinchisi harf. Lekin biz ism bobiga kelib ismni cho'ng jihatdan ikkiga bo'lib oldik. Yani ismul mu'rab va ismul mabni. Ismul mu'rab deganimiz grammatikalik o'rinning o'zgarishiga boshlovdan avval birikib keladigan grammatikalik o'rinning o'zgarishiga ergashib shu ismning oxirisida o'zgarish paydo bo'ladigan. Ya'ni grammatikalik o'rinning alomatlari, ya'ni i'robning alomatlari uningda ko'rinib turadigan. Ya labzan ya taqdiran özgürlük turadigan, bilinib turadigan ismlarni ism mu'rab degandik. Buning qarshisi ya boshqalar bilan birikmaydigan. Undan keyin jumladagi grammatikalik o'rinning o'zgarishiga ergashib, shu grammatikalik o'rinning, ya'ni i'robning alomatlari uningda o'zgarmaydigan yoki namoyon bo'lmaydigan ismni biz mabni deb ikkiga bo'lib olgandik. Undan keyin gapni mu'rabdan boshladik. Mu'rabning ahvolini bir muqaddima 3 cho'ng maqsad bir xotim bilan tugatilganga oldida deyishgan. Ya'ni muqaddimada biz ism mu'rab degan nima, i'rob degan nima, grammatikalik o'rin degan nima, buning alomatlari qaysilar, so'zningki tarkibidagi qaysi harf i'robning mahalli bo'ladi. Undan keyin ism munsarif bo'ladi, g'ayri munsarif bo'ladi. Ism turliklar olib, bu grammatikalik o'rinninki raf'i, nasbi, jarlik ahvollarida i'rob birilish holatlari, ya'ni i'robning alomatlari o'xshamaydi. Shunda bo'lgan ismning i'robi 9 turlik bo'ladi. Ismlarning o'zgarishiga qarab turib deb ismning i'robini tugatgandan keyin ism mu'rabning asosiy cho'ng birinchi qismi marfuatdan boshlangan. Marfuatning 8 turini bayon qilib o'tdik. Mansubatning 12 turi so'zlanib tugadi. Oxirida majruratni tugatgandan keyin bugungi darsimizda biz at-tawabi, ya'ni ism mu'rabga tava xotimiga keldik. Ya'ni
İlgiri sözlügen merfuat isimlar, 8 türlük isimlar. Mensubat isimlar, 12 türlük isimlar. Mecrurat isimlar, 2 türlük isimlar. Hemmesi grammatikadaki o'rnining o'zgarishiga egishib, i'rob beriladigan, i'robning alomatlari shunga qarab turib o'zgaradigan isimlar. Ya'ni ularningki o'zgarishdagi bevosita omili bularga bevosita ta'sir ko'rsatgani grammatikalik o'rin. Endi bir bo'lik isimlar bor. Biz jumlalarni shunday tahlil qilib tekshirsak, cümlede özgüreydi. Cümlede özgüreydi. Ama bularni tekshirib aparsak, bularning o'zgarishiga sabab bo'lgan omil yoki sabab grammatikalik o'rin emas. Cümlede shu bilakning i'rob alomatlari o'zgaraydi, lekin tekshirib aparsak, shu bilakning o'zgarishiga sabab bo'lgan omil o cümlenin grammatikalik o'rin emas. Ya'ni ma'lum bir omil tufaylidan isimda o'zgarish yuz bermaydi. Balki o'zidan ilgirki ism qanday o'zgarsa, shuningga tabiiy bilan, agish bilan ma'simning oxirisimi shu bo'yicha o'zgarib menayotgan bir ismlarni bayqaymiz. Bu xil ismlarni shu ismi jismiga loyiq tavabi, ya'ni at-tavabi, agashma ismlar deb ataymiz. At-tavabi. Bugungi 19 darsimizda dal shu tavabilar haqida so'zlaymiz. Abdurrahman El-Hatimatu fit-Tawabi. Tawabilar haqida i'lam, shuni bilgin ki el-asmaul mu'araba allati marra zikruha. Yuqorida zikri o'tgan mu'rab ismlar, ya'ni marfuat ismlar, mansubat ismlar, majrur ismlar kana i'rabuha bil asqala. Bularning i'robi aslilik bilan bo'ladi. Aslilik bilan bo'ladi deganimiz, aslilik bilan bo'ladi deganimiz. Yani bularga beriladigan, bulardagi o'zgaradigan i'robning alomatlari jumladagi o'rinning o'zgarishiga qarab bo'ladi. Jumladagi o'rinning o'zgarishiga qarab bo'ladi. Jumladagi o'rin raf'ilik o'zgarsa, darrov shu o'rindagi ismda raf'ilikning alomatlari paydo bo'ladi. Nasblikka o'zgarsa, nasblikning alomatlari paydo bo'ladi. Mayli u alomatlar zavar bo'lsin yoki alif bo'lsin yoki ya bo'lsin. Grammatikalik o'rin jarga o'zgarsa, shu ismda jarning alomatlari paydo bo'ladi. Ismning o'zgarishini bevosita grammatikalik o'ringa bog'lag'ali bo'ladi. Shu bil asqala degani shu. Ya'ni qandoq aslida ko'rsa, bi an dakhalat al awamilu. U ismlarga avomillar kirish orqali, omil kirish orqali o'zgaraydi. Shuning bilan bu omillar shu ismlarda raf'ini, nasbini, jarni boshqa vositasiz vojib qilib qo'ydigini keltirib chiqaradi. Demek ki biz yuqorida o'qigan ismlarning jumlada raf'i bo'lishi, nasbi bo'lishi, jar bo'lishi omil kirish sababli bo'ladi. Endi ba'zida, anundan boshqa ba'zida ismning i'robi oldidagi narsaga, degan oldidagi ismga agish orqali bo'ladi. Agishish orqali bo'ladi. Ya'ni bu ismga bevosita jumlada omil ta'sir qilmaydi. Bu ismga bevosita jumladagi grammatikalik o'rin ta'sir qilmaydi. Bu ism grammatikalik o'rnining o'zgarishiga agishib o'zgarmaydi. Balki oldidagi ism qanday bo'lsa ko'zni yumib bilan shu ismga agishib bilan o'zgaraveradi. Bu xildagi ismlarni tabi deb ataladi. Li'annahu yatba'u ma qablahu fil i'rob. Chunki bu ism i'rob jihatda oldidagi ismga qanday qiladi, agishidi. Xo'sh, unda bo'lsa gapni xulosalutayli. Fattabi'u. Tabi deganimiz kullu sanin, har qanday ismning ikkinchisi. Kullu san degani ikki ism kelib ikkinchi ism bo'lib mu'rabun, ya'ni mu'rabun. Bu ism o'zidan ilgirki ismning i'rob bilan i'rob beriladi bir tarafdan degani bog'lanib ekansa omili bir yerga olib chiqadi. Omili bir olib chiqadi. Masalan, ja'ani talibun mujtahidun desa, mush jumlaning o'zida ikki ism bor. Talibun bilan mujtahidun. Talibunning i'robini surishti qilsak, jaa fi'l ni maf'ulun bihse, bunga nima kerak? Fa'il kerak, talibun fa'ilisi. Endi mujtahidunning tashqi qilishi desa, mujtahidunning rafi'i qilishi talibunga agish bo'ladi. Ya'ni bu ikkisininki i'robi bir nuqtaga bog'langanki, har ikkilisida fa'illi xarakteri bor. Ya'ni talibun mujtahidun talibun sifati, ya'ni xuddi talibun kelishning fa'ili bo'lgandek mujtahidun musha kelgan talibning nimasi sifati. Bir tarafdan degani shu. Demek müşahhildeki isimlarni biz tabi deymiz. Anda olsa tabiilar qanday ismlar tabi qiladi desa, gapning poskalisiga amdi keldi. Va tabi
tavabilar 5 türlü kılıdı. Birincisi en-na'at yani sübet. Bayatna hazır ekegen misal şu. İkincisi el-atf bil huruf harfler bilen atf kılıngan isimler. Yani adatda arab tilde 10 xil atf harfi boludu. Şunun qaysi bilen bolsun atf kılınsa, aş atf harfininki aldidiki ve keynidiki isim i'rab cihati o'xshashuludu. Aldidiki isimning grammatikalik o'rnining ta'sirida i'robning alomati qo'yilgan bo'lsa, keynidiki atfining keynidiki atf harfining keynidiki isim aldidiki isimga agishish yo'li bilan i'robning alomati qo'yilgan bo'ladi. Ta'kid, masalan, ta'kidlash uchun keltirilgan so'zlar. Atful bayon, masalan, atful bayon. Atful bayonni inshaalloh tushuntiramiz. Yana ba'zi bir so'zlarni deb bo'lgandan keyin shu so'zlar ifodalanmay qolgan vaqtida biz ashuni izohlash uchun ikkinchi bir so'zni qaytadan akilimiz keynidan. Ikkinchi so'z shu birinchi so'zga egishib keladi. Buni atf bayon deymiz. Badal almashtirma. Yani biz bir so'zlarni dedik, bu so'zlar ma'ni to'liq ifodalanmay qoldi. Ikkinchi so'zni a so'zning o'rnida almashtiramiz. Atf bayon bilan badalning nurg'un urullarda farq yo'q. Faqat nozuk oddiyalarda farq bor. Biz maktabimizda tafsiliy ochmaymiz. Chunki o'quvchimizning saviyasi munosib emas uningga, lekin bir qism farqlanadigan oddiy nuqtalardan tutib farqini tushuntirib qo'yamiz inshaalloh. Demak, yuqorqi 5 turli tavobi asli i'robning ta'siri bilan i'rob berilmay, balki shu asli i'rob bilan i'rob berilgan, shu ta'siridan i'rob berilgan ismlarga geçip keladigan nima ismlar bo'ladi. Biz bu ismlarni inshaalloh bir-birlab so'zlaymiz. Hozir keldik. Al-qismul awwal an-na'tu, ya'ni birinchi qism sifat. Endi sifat bizim bir til egasi bo'lish sifatimiz bilan biz hamma tushunadigan gap. Masalan, qizil olma. Qizil olmaning nimasi? Sifati. Tirishchan o'quvchining sifati. O'rin ishchining nimasi? Sifati. Chiroyli kitob yoki chiroyli mashina degandek mushu xil qurilmalarning hammasida sifatni ifodalab kelgan. Buni ya'ni qayta tushuntirishning hojati yo'q. Sifatni tushuntirishning hojati yo'q, chunki men tushunimiz endi. Ma'lum bir narsaning ma'lum bir jihatdagi sifatini ifodalab kelgan bo'lak sifat bo'ladi shu. Boshqa gap yo'q. Endi men arab tiliga kelsak, sifat ikki xil bo'ladi. Bir so'zga sifat bo'ladi. Amma keyni sifat olib kelgan so'zdagi uqum mavsuf bo'lgan, sifatlangich bo'lganning o'zidagi bir uqum bo'lsa, bu haqiqiy sifat deymiz. Agar uning da emas, uning munosabatlik yana bir tarafdagi sifatgan. Masalan, biz bir o'quvchini o'rin demakchi, ammo bu o'quvchini o'rin deb tushundira olmaymiz. Chunki bu o'quvchi bir notanish o'quvchi, boshqalarga tushundirgudek yoki boshqalar uning tushungudek taraf uqmaydi. Ama biz nima deymiz desa, shu notanish o'quvchining o'rinligini boshqalarga o'rin o'quvchi deb sifatlash uchun yana bir adamga bog'lab turib sifatlaymiz. Masalan, ja'ani Muhammadun sadiq. Masalan, nahnu nadrus fil fasl diqqat qilinglar. Nahnu nadrus fil fasl al-qadim judranuhu. Yani nahnu nadrus fil fasl al-harru jawwuhu. Diqqat qilsanglar. Biz bir sinfda o'qiymiz. Bu sinf issiq deb bo'lib endi jawwuhu. Yani buningki havasi issiq. Mishada issiq sinf issiq deymiz. Sinf ana tamir bir xil bu o'tam yoqmagandan keyin bu qozonga o'xshash qizimaydi, lekin qiziqlik sinfning sifati olib keldi. Qiziq sinf deb, havo issiq. Issiq nimasi esa jawwuhu. Buning nimasi? Havos. Ana issiqlik degan sifat sinfda tepadigan hukm emas, balki sinfga munosabatlik, sinfning havosi tepadigan ahvol. Bayatna kelgan misolni qaytaday. Ja'ani talibun tawilun abuhu. Diqqat qilsanglar, mening qachon bir o'quvchi keldi. Egiz. O'quvchining o'zi egizmi? Yo'q, dadisi. Ama cümlede talibun tawilun talibun usbut olib keldi. Lekin ma talibunun uqume ma tawilun uqume talibun demek talibun dadisi tepildi. Demek ma xildagi sifatlar ikkinchi xil sifatlar. Dedik qaytib kelsak, sifatning uqume ma'nisi
sifatlanguvchining o'ziga munosabatli bo'lib qolsa, bu haqiqiy sifatu birinchi xil sifat. Agar sifatning hukmi ma'nosi sifatlanguvchining o'ziga munosabatli bo'lmay, shuningga munosabatlik yana bir tarafda tepiladigan, aniga bog'lanadigan mahil shakldagi sifat bo'lib qolsa, ikkinchi xil sifat bo'ladi. Endi sifatning bunda ikkiga ayirishda sifatlarning odatda jumlaning i'robiga ko'rsatilgan ta'sirda shunga qarab ta'sir ko'rsatadi. Shu avtorda o'tadi. Kelaylik qani, an-na'tu sifat deganimiz o'zining matbuidagi bir hukmni ifodalaydigan bir ergash kuchi. Matbuqqa qizil olma desa, qizil degan gap olmaning bir hukmi hamda bu. Qanday olma degandek-chi, alaqa igiz o'quvchi desa, igizlik bir alaqa o'quvchi tepiladigan bir xil hukm hamda bu. Jani rajulun alimun desa, alimlik, rajulda tepiladigan bir hukm. Amma ne haqiqiy sifat deymiz. Bayatning birinchi qismi shu. Yoki o'zining matbuiga munosabatlik yana bir tarafdagi hukm degan sifatning ma'nosi matbuda tepilmaydi. Masalan, igiz desa matbu igiz emas. Igiz sifatlanguchi igiz emas, balki sifatlanguchining yana bir munosabatlik tarafi igiz. Masalan, jani rajulun alimun abu desa, alimun rajulun sifati. Lekin alimun olimlik degan hukm dadada tepiladi, rajul demas. Ma'ni bizlarga an-na'at sababi nisbiy sifat deb qo'yamiz. Grammatik jihatda sifatdagi muomala qilib qo'yamiz, ma'no jihatda sifat emas yana. Xo'sh, unda ikkisining farqi nima grammatik jihatda desa, wan-na'tul haqiqiy, ya'ni haqiqiy na'at birinchi qism o'zining matbuiga 10 dan 4 narsa. Sifat mavsufga 10 xil ishda ergashadi. 3 i'robda, raf'i nasbi jarda. Ma'rifa nakirlikda 5. Birlik, ikkilik, ko'plikda 7. Birlik, ikkilik va nimalikda? Ko'plikda 7. Ma'rifa va muannas va muzakkarlikda jami 10. Oldidagi raf'i nasbi jarning qaysi bo'lsa, keyingi qismi shu bo'ladi. Birda agashgan bo'ldimi? 10 turlik ahvolda agashdi emasmi? Onun 3 i'robning birda agashidir. Raf'i nasbi jarninki. Birlik, ikkilik, ko'plikning birda agashidi. Chunki birla vaqtda ham birlik, ham ikkilik, ham ko'plik kelmaydi. Ma'rifa nakirlikning birda agashidi. Muannas muzakkar anda olganda 10 turlik agashadigan yo'llarning 4ti amaliy naq tepiladi. Endi birinchi xil sifat dal o'zining mavsufiga shu 10 ning 4 xilda agashidi. Masalan, 10 ning birinchi, ikkinchi, uchinchisi 3 i'rob, rafi nasb jar. 4-chi, 5-chi ma'rifa nakirlik, 6-chi, 7-chi, 8-chi mufrad tasniy jamiylik, 9-chi, 10-chi muzakkar muannaslik. Masalan, misol olaylik. Jani rajulun alimun. Rajulun marfu, alimun marfu. Rajulun muzakkar, alimun muzakkar. Rajulun mufrad, alimun mufrad. Rajulun nakira, alimun nakir. 4ta geçti. Imra'atun alimatun. İmra'atun mufrad, alimatun mufrad. İmra'atun marfu, alimatun marfu. İmra'atun muannas, alimatun muannas. İmra'atun nakira, alimatun nakira. Şu boyunca ahirgacha hammani silishtirib baqsanglar, 4 xil tarafda mavsuf o'zining sifatiga qana qiladi agishdi. Ma'u haqiqiy sifatning gapi. Endi nisbiy sifat, eslangda bo'lsin, nisbiy sifat degan haqiqiy mavsufning sifati emas, faqat sifat shaklda kelgan nisbiy sifat deymiz endi buni. Uyg'urchada nisbiy deymiz endi uni. Sababi degani sabab nuqtasidan kelgan nisbiy sifat. Ya'ni bu bizning matbuiga avvalgi 5 ta agishdi. Ya'ni 3 i'robda rafi nasb jarda va ma'rifana kerak. Masalan, Robbana akhrijna min hadhihi al-qaryati az-zalimi ahluha desa, az-zalim al-qaryatning sifati. Ikkinchi xil sifat, ya'ni zolim bo'ldig'ini kanitning o'zi emas, balki zolimlik degan hukm ahlida tepiladigan narsa. Ammo zolimlik labziyati qaryatning nisbat keldi. Bu birisi i'robda agishdi. Qaryat izrobda zolim ziroldi. Qaryat ma'rif bo'ldi, zolim ma'rif bo'ldi. Qolgan jihatda agashma. Chunki bu haqiqiy nima sifat emas bu. Mohiyatda bu sifat keyindagi ahlining sifati va asli. Xo'sh, endi bu shu sifatligandan keyin bir ismni sifatlash nima ahamiyati bor desa, sifatning ahamiyati man'utni xoslash agar ikkilisini kirib qolsa, nekir sifatlansa doirasi xoslashidir. Rajul keng bir hukm bu. Alim degan kellam alim emaslar chiqib ketib alim ichiga kiradi. Talib cheksiz bir hukm bu, o'quvchilarning hammasining tahtiga kiradi. Ammo mujtahid degandan kellam mujtahid emaslar buning uchun chiqib ketib, mujtahidlar buning ichida qolib qoladi masalan. Jani rajulun alimun desa doirasi taxsislash degan gap, ma rajul shu alim rajullar xoslashdi, qolgan rajullar bunga kirmadi. O'zining sifatlanguvchisini izohlash agar ma'rif bo'lib qolsa, masalan, bizning mahallada Ahmad lava. Ahmad keldi desam, balkim ancha-muncha bir tutuqliq bo'lishi mumkin, lekin har holda bir Ahmad deb ma'rifamdi.
Men deymenki Ahmet el-alim. Helika alim Ahmetçi o desem kallısda aydınlaşılamdı. Bu tavzih degeni şu. Cani Zeydunul Fadıl'a okşaş. Mana alayidlik var. Bazıda sübet sana medhi üçün buludu. Bismillahirrahmanirrahim'da Er-Rahman, Er-Rahim degan sübetler lafzul jalala sübet olup geldi. Maksat Allah'nınki Allah sübetlerini sübetlerini bizgene qanday qilish medhi hamdu sana aytish. Ba'zida ta'kidlash bo'ladi nafhatu vahidaga o'xshash. Amaliyotda nafhatning o'zida nakirlikdan birlik hukm chiqadi. Vahida keldi. Ya'ni o'zidan chiqqan birlikni vahida ham qanday qildi? Sifatladi. Sifatlash ba'zi zam uchun bo'ladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allohning dargohidan qo'g'langan shayton deb ani biz qanday qilmoqchi? Aytmoqchi. Ammo hukmlar sifatlama uchun keladi degan balog'at ma'anining hukmlari bilvasa qancha-muncha bo'ladi. Bo'lmasa inshaalloh ma'anida tafsiliy o'qiymiz ma'ni jihatdagi alohidliklarni. Aniki mishada muhim gapdan birisi odatda ko'pincha ba'zi hadis o'qigan vaqtimizda sami'tu rajulan yaqul deb bunda bir iboratlar keladi. Sami'tu rajula yaqul deb keladi. Mush o'rinda sami'tu rajula yaqul ya'ni ism ma'rif bo'lib, ma'rifidan keyin jumla kelib qolsa, jumla ma'rifining holati bo'ladi. Ammo nakir bo'lib qolsa, nakirdan keyin kelgan har qanday jumla ash nakirdan keyin nima bo'ladi? Sifat bo'ladi. Mushuni ayro. Abturmida aytadi, nakira jumla xabariya bilan sifatlanadi degan gap. Nakir ismlardan keyin jumla xabariya kelib qolsa, sifat bo'ladi. Marartu bi rajulin abuhu alimun. Abu qaimun rajulning sifati. Marartu bi rajulin qama abu. Har qanday nakirdan keyin jumla kelib qolsa, asosan shu nakirdan keyin sifat bo'laveradi. Hamda damirlar sifatlanmaydi, ham uning bilan boshqa narsa sifatlanmaydi. O'zi sifatni bo'lmaydi, ham mavsumchi bo'lmaydi. Ma'lohlikni bilib olsak, bizga nisbatan qiyin bo'lmaydi, ha? Xo'sh. Endi keldik 20-darsimiz kitobimizda ikkinchi qism. Ya'ni tavobining ikkinchi qismi al-adfu bil huruf. Men bayatdan darsning boshida deb o'tganimizdek arab til jumlalarida ikki so'zni ma'lum bir munosabatlar bilan birisi-birisiga bog'lab keltiradigan bir alohidliklar. Buni biz atf deymiz. Arab tilida atf qilgan 10 turli harf bor. Bunun en köp kullanıldığını vav, fa, thumma qatarlıqlar en köp kullanıldı. Bunun içindeki vav zaten her bir cümlelerde keladi. Elbette hem de hem harfleri inşallah tushundiramiz, boshqa harflarni ama o'z navbati kelib qolsa. Ammo hozir demak to'g'rimiz nima desa, mushu atbi harflarninki ma'nilari bir-biridan farqlanadi. Vavning ma'nosi boshqa, fa'ning ma'nosi boshqa. Hatta'nın ma'nosi boshqa, summaning ma'nosi boshqa. Endi biz hozir harfning babida emas. Balki musha harflar shunda jumlada kelib qolsa, ma harflardan kin kelgan bo'lak, oldida kelgan bo'ladiki, i'rob jihati agishidi. Biz mushu ustida, mushuning ustida. Ammo mushu munosabat bilan ba'zi narsalarni tushuntirib o'tib ketsak bo'ladi. Qolganini biz harf babida so'zlaymiz. Masalan, qanday tushuntiramiz? Bizning asosiy maqsad mushu atf harflar bilan atf qilingan ma'tuf va ma'tufun alayh. Ammo undan ortiq, masalan, vav desak, eng qo'llanilgan narsa kitoblarda bu vav degan nima desa, jami'i uchun deb qo'ydi. Mutlaq jamiyat. Nima degan gap bu desa, vavning jumladagi alohidligi, vavdan ilgari kelgan va keyin kelgan bilakni ma'lum bir jumlaning mazmunida o'rtaqlikni ifodalash. Bas. Ya'ni Ja'a Muhammadun va Ahmad desa, Ahmad bilan Muhammad keldisa, va'ning alohidligi nima desa, bu kelish degan hukmda Muhammad Ahmad ashkilasi bor. Qandaqdir va'ningki Muhammad burun keldi, Ahmad keyin keldi, yoki o yoki bu degani hech qanday ma'nosi yo'q. Illa lil jam'i mutlaqan degani, zot Muhammad bilan Ahmad zodi keldi mishaga. Mayli Muhammad tunugun Ahmad bugun kelgan bo'lsin, yoki Ahmad tunugun Muhammad bugun kelgan bo'lsin, Ahmad 1 soat burun Muhammad 1 soat keyin kelgan bo'lsin, oldi-keyni teng kelgan bo'lsin, bu hammadan nazardan saqit qiladi. Va'ning alohidligi qanday qilsang, qanday shaklda bo'lsa, qaysi xil holatda bo'lsa, ma'tuf va ma'tufun alayh o'rtaqlashdi deganini ifodalaydi biz. Ma'tufning alohidligi. Endi fa'ning alohidligi ma'tuf fa bilan bo'lgan ma'tufdan o'rtaqlashadi, lekin ilgirkilik bor. Kaynidillah. Masalan, dakhala, shu misolda aniq yorqin ifodalanadi. Dakhala Muhammad fa Ahmad desa, Muhammad kiribla Ahmad kirdi. Faqat vaqt yo'q juma o'tirdi. Kaynidillah degan gap. Ma'fani alohidligi. Summun alohidligi ma'tuf bilan o'tirdi, o'rtaqlik bor, ammo
mühlet bilan, vaqt bilan o'rtaqlik bor. Masalan, ja'a Muhammad summa Ahmad desa, Muhammad kelib bo'lgandan keyin Ahmad keldi. Buning qanchalik keyindan ekanligi noma'lum. Balkim 1 minut, 2 minut, 3 minut, 1 soat, balkim 1 kun, balkim 1 yil yoki necha 10 yil deganda ekan masalan. Muhammad Misrga avval 4 yil ilgari keldi, undan keyin Ahmad kelgan bo'lsa, mush jumlada ja'a Muhammad summa Ahmad degili bo'ladi. Yani Muhammed burun geldi, Ahmet kim geldi? Çünkü oturda vaqt var, qanchalik vaqt olsa. Andan hatta'nın alohidligi, ma'tuf bilan ma'tufun alayninkini tanasub şekilde kuch-quvvat farqi, cho'ngchilik farqi ifodalash uchun keladi. Ma'tufning hatta'ning oldidagi ma'tufun alay cho'ng, ma'tuf kichik, ma'tufun alay kuchlik, ma'tuf aciz, ma'tufun alay yaxshi, ma'tuf eski degandek tanasub şekilde ikki o'xshamagan darajani ifodalash uchun keladi. Buning ahvoli shu 3-qismda tafsil etildi inshaalloh. Ammo bugungi tavobi babida so'zlamoqchi bo'lgan atforfid maqsadimiz musha harflar, 10 turli harflar va 10 turli harflar bilan jumlada bir ismga agishib kelgan bo'lsa, jumlada bir ismga agishib kelgan bo'lsa, agishib kelgan ism ma'tuf bo'ladi, agashkuchi. Oldidagi ism ma'tufun alay atf qilinuvchi bo'ladi. Bu ikkisiningki ma'nida bayatın degandek farqlar bilan o'rtoqlashgandan boshqa grammatikaga bizga lozim bo'lgan, grammatikaga lozim bo'lgan tarafi grammatikaga i'rob jihati bir-biriga qana qiladi, agish qiladi. Mushundan muhtamoqchi boshqa narsa emas. Şu avtorda aytadi, ma'tuf bil huruf degan nima desa bir tabi deydi. Kendin kelgan ism degan gap, tabi degan. Şu ismga, matbuiga bog'langan mazmun bog'lanadi degani, matbuiga qanday mazmun bog'langan bo'lsa, yunsabu ilayhi ma nusiba ila matbuihi. Matbuiga qanday mazmun bog'langan bo'lsa, shu mazmun bog'lanadi. Matbui o'g'irlik qildi, o'p qozi tabi o'g'irlik qildi. Matbui ketdi, o'z tabi ketdi. Matbui o'ttada olsa tabim o'ttada demek matbui bilan o'xshash ma'noda. İkilisi aşı nisbatla maqsad degani har ikkilisi aşı mazmundan maqsad qilindigini hamdi. Buni atfini saqmi deb qo'yamiz, tizib keltirishda. Buning sharti nima desa, bu xil atflarda cho'qim tabi bilan matbuining o'tirida atf harflarining birisi bo'lishi kerak. Qama Sa'dun va Xolid o'xshash. Atf harflarining qatoridan vav, fa, thumma aw deb 10 turlik atf harf bor. Vav, fa, thumma aw, hatta, an, la, bal, lakin degandek 10 turlik harflar bor. Sayati zikruha bu harflarning ahvoli shunday qismda keladi inshaalloh. Biz faqat hozir ma'tuf va ma'tufun alayning ahvolini bilsak ham bo'ldi. Xolos, shuning bilan ma'tuf al-atf bil huruf masalasi tugadi. Endi atf qilingan ismlarda bir qism o'zgarishlar bo'ladi odatda. Ya'ni atf qilingan ismninki ma'tuf ismlarninki ma'tufun alay bo'lgan ismlar bilan bo'lgan o'xshashlik va o'xshamaslik ahvoliga qarab, chunki ism bir xil emas. Ba'zida oshkor ism bo'ladi, ba'zida damir bo'ladi, ba'zi marfu bo'ladi, ba'zida marfu mansub majrur bo'ladi masalan. Musha ahvollarga qarab turib, musha ahvollarga ba'zi ismlarni atf qilinadi, ba'zi ismlarni atf qilinmaydi. Ba'zi ismlarni atf qilishda ba'zi qo'shimchalarni oldikini qo'shish to'g'ri. Musha ahvollar to'g'ri asos so'zlaymiz. Davatida tur va iza utifa ala damir marfu muttasil. Bir marfu fa'il xarakterdagi muttasil damirga degandan keyin kalamlarga pildagi taraf fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altuna fa'altu fa'alnadagi ta'tumatum titumatunna tuna mushikasun. Musha damirlarga ma'lum bir ismdan birisi atf qilinib keltirildi. Masalan, jitu va zaydun. Man va zayd keldik demoqchi bo'lsak, shu vaqtida zayd degan oshkor bir ism. Tu bir mustaqil ism emas hamda ism bo'lgan bilan, lekin harfga o'xshab ketadigan, pillaga chaplashib ketadigan, hatto mustaqil turolmaydigan bir ism bo'lgancha ma atf qilinib. Shunda vaqtda yajibu ta'kiduhu bi damir munfasil. Munfasil zamir bilan ta'kidlash vojibki, mustaqil ism sifatidagi bir damir keltirilishi kerak. Ji'tu, jalastu ana va sa'idun. Sa'idni to'g'ri qilishni ana qilish kerak. Ammo illa iza fussila o'tirg'a fasl tushib qolib, jumlada bir xil kengchilik yuz bersa vaqtda bo'ladi. Masalan, katabtul yawma va Xolidni to'g'ri atf qildi, chunki o'tirda al-yawm degan zarf kelib qoldi. Manda faslcha bo'lib, bu zarflarda boshqa yerda durust bo'lmaydigan ahvollar durust bo'ladi, chunki jumla kengayadi. Odatda zarf bo'lgan vaqtda nekir mubtada bo'la oladi. Shunga o'xshagan masala. Undan boshqa biz bayatnamda damir marfu muttasilga atf qilgan vaqtdagi ba'zi ahvollarni to'qamasmi? Endi damir majrur muttasil bo'lib qolsa, majrur inshaalloh biz mabnining bayonida damirlarni muttasil munfasil deb ayirib, har birisi marfu, mansub, majrur deb ayrildi inshaalloh. Endi damir
majrur muttasil bo'lib qolsa. Majrur muttasil. Majrur degandan keyin kallamizga ikki xil keladi. Birisi muzaf bilan damirlar, ya'ni birisi oldiga harf jar kelib qolgan. Qaysini desak bo'lardi? Masalan, kitobidagi ya, kitobuhu, kitobu kadagi kap yoki oldiga nima kelsa ham bo'ladi, harf jar lahu, li, laka, laha degandek madamirlar shu ha, ho, i, na degandek damirlar hamda mushu damirlarga bir ism atf qilinmoqchi bo'lib qolgan bo'lsa, u vaqtida harf jarni qayta akilish durust vojib bo'ldi ma'tubda. Masalan, marartu bika va bi sa'id. Yana gapimiz shuki, chunki bikadagi kap muttasil damir o'g'achqa kuchaymaydi. Am bu yerda qaytadan kapni anta bilan ta'kidlashning o'rni yo'q. Bika bi anta deb akilolmaydi. Qana qilmasa ba'ni qayta takrorlab, a kapqa bo'lgan bisimni qana qilamiz yengillatamiz. Bu bir. Ana mishal bir qoida va abtur shu qoidani sizlarga gapirib ma'tufun alayning hukmida. Buni nima degan gap desa, ma'tufun alay jumlada qanday vazifa desa, ma'tufmi shu. Ma'tufun alay fa'il bo'lib qolsa, ma'tufmi fa'il. Mazmun jihatda. Ma'tufun alay sifat bo'lib qolsa, ma'tufmi sifat. Ma'tufun alay holat bo'lib qolsa, ma'tufmi holat. Ma'tufun alay oq bo'lsa, ma'tufmi oq, qara bo'lib qolsa, yo'q qara. Zahir til bo'yicha davrimiz buni yerlik til bo'yicha. Abturda o'tdi, ya'ni avval qismi ma'tufun alay sifat bo'lib qolsa, xabar bo'lib qolsa, yoki hal bo'lib qolsa, ikkinchisi shunga o'xshash. Birinchi sifat bo'lsa, ikkinchisi sifat, birinchi hal bo'lsa, ikkinchisi hal, birinchisi bo'lsa, ikkinchisi hal, birinchisi holat. Mushtavradi. Qoida nima desa, va dabida fihi atfidagi qoida shuki, annahu zimrishan ma'tufun alayning o'rinda turish durust bo'lsa. Durust bo'lsa degani mazmun jihatda ma'tuf qildirilgan mazmunni ma'tufun alayga belgilaydi. Ya'ni ma'tufun alayga belgilangan mazmunni ma'tuf belgilab bo'lsa, ikkisi o'rin almashtirsak, xatolik yuz bermasa, atf qilish durust bo'ladi. Unda bo'lmay qolsa, atf qila bo'lmaydi. Bugungi darsimizning oxirisida bunday murakkab gapdan birisi va amaliyotda bu gap maktabni o'qiyotgan o'quvchimizning saviyasini halqib ketgan bir gap. Endi biz yuqorida atfining gapini qilib keldik. Atfi ma'tuf bilan ma'tufun alay bir hukm dedik. Ma'tuf bilan bir hukmda degan gap, ma'tuf bilan ma'tufun alayning omili bir degan gap hamda. Omili bir degan gap. Omil ish ko'p ketdi degan gap. Masalan, hozir o'xshamagan ikki ma'mulga atf qilishga boshlamasmi? Abzasni hozir attor va atf ala ma'mul amilayn muxtalifayn demasmi? Manda vaqt deganda ikkisi ayrim gap degan gap. Atf qilinishning cho'ng qoidasi amili bir degan gap. Mazmun jihati bir degan gap. Ikkisi bir gap degan gap. Hozir mayada ikkisi ayrim gap degan gap. Undaganda asli qoida bo'yicha bunda atf qilish to'g'ri emas. Lekin buningmi ba'zi bir yo'l qo'yiladigan bir taraflar bo'ladi emasmi? Shuni chiqirib deyotdi. Mushumi durust, joiz qanachaqda ma'tufun alay majrur va marfuqa muqaddam bo'lsa. Ma'tufmi shunga o'xshash bo'lsa, ya'ni majrur va marfu. Unda biz misoldan ko'raylik buni, qoidadan ko'rib. Masalan, deylik, fiddari zaydun ayrim mustaqil bir jumla. Va fil hujjati amrun ayrim mustaqil bir jumla. Men fini akab davodim ma'ni. Ayrim mustaqil. Fiddari zaydun va fil hujjati amrun ayrim mustaqil. Menda jumla bo'lib qolsa gap yo'q. Dar xabar muqaddam, zayd mubtada'i muakhkhar, amr mubtada'i muakhkhar, al-hujja xabar muqaddam. Nega bunda atf qilib a beshidagi fining ta'sirini hujjatga akilib, hujjati deb darga atf qilish asli to'g'ri emas. Agar shunda hujjatni darga atf qilgandan keyin hujratdagisi amr emas, zayd bo'lib qoldi. Asli ma'tuf bilan bir hukmda usuldi. Mazmun jihat bir usul, lekin mazmun boshqa hozir. Zayd uyda, amr hujrda masalan. Boshqa. Mushg'il ahvoldimi ba'zi dursuludi. Qanachaqda desa, shu majrur bo'lgan dar zaydun muqaddam ekan, marfuq muqaddam deganda zaydun mubtad muqaddam, hujjat amrdan muqaddam ekan. Lekin bu bab sal datalash bab tafsiloti va mabab hozir sizlarga mushunchalik tushunilib tursa bo'ladi. Texma kengri mazmunlarni ma haqda, hozir bab haqida ko'makchi bo'lsanglar, bundan cho'nroq grammatik kitobga murojaat qilsanglar bo'ladi. Inshaalloh keyin o'qilmoqchi bo'lgan Alfiyat ibn Malik nomli kitobimizga qarasanglar bo'ladi inshaalloh. Shuning bilan bugungi darsimizda 19-20 darsimizda biz tavobining ikki qismini, ya'ni birinchisi
an-na'tni o'qib o'tdik. İkincisi atf bil hurufni o'qib o'tdik. Endi o'quvchilarimizning bizning talab qildig'inimiz Muşu 2 kunlik, 2 dersni hesaptan 9. dersden 20. dersine tatbiklaş meselesi. Dostlarım biz bir muncha tatbiqi misallarni berdik. Mesela صفتك قرأت هذا رجل عالم الطفل الصغير محبوب العامل المجد ممدوح بسم الله الرحمن الرحيم أبوك عالم محترم دegandek ربي نجني من القوم الظالمين الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الحلم غطاء ساطر المؤمن العامل ينتصر degandek misallarni berdik. Muş misallardan sıfat yani an-na'at ve onun türlerini birinci turmu, ikinci turmu, birinci turup qalsa qaysi türlerde ergeçti, ikinci turup qalsa qaysi türlerde ergeçti degandek taraflarni tatbiqlab chiqarsanglar. Bundan keyin matrabdagi misollar qarasanglar, matrabdagi misollarda biz hozirlar shu atf bil huruf munosabatlik mesela xuz hada laka va li abik yani mش va li abik deb lam takrorlandi. Kharajtu ana va Sa'id min ad-dar nimishqa ana takrorlandi. Kataba ad-darsa Khalid va Sa'id va atbiq qilingan harf qays atbiqilgan harf ma'tuf qays ma'tufna qays jihati agashdi. Uskun anta va zawjuka al-janna ma'runda zawjuk nagat qilindi. Buningdagi anta nimishqa oshkor kelib qoladi. Masalan degandek mush nuqtalarni hammanglar bir tahlil qilib ancha muncha tatbiqlab olsanglar o'zlashishiga alohida ahamiyati va aniq amaliy kitoblardami ham tatbiqiy shaklda ishlatib qo'llanib olasizlar. Shuning bilan bugun darsimiz musha to'xtaydi va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.